Salom qadrli o'quvchilar, bugun men sizlarga future simple, ya'ni will va to be going to ni farqlarini tushuntirib beraman. Hop, will asosan future simple uchun ishlatiladi va biz kelajakda rejalashtirilmagan ish harakatlarimiz uchun ishlatamiz. Ya'ni biz o'sha ish harakatni va o'sha vaziyatdan kelib chiqib turib bajarishga qaror qabul qilamiz. Lekin to be going to esa biz oldindan rejalashtirilgan, maqsadli plan qilgan ish harakatlarimiz uchun ishlatiladi. Masalan, I will fly to Spain. Men Ispaniyaga uchaman. Bu unplanned situation hisoblanadi, ya'ni rejalashtirilmagan vaziyat hisoblanadi. Agar siz oldindan rejalashtirsangiz to be going to ishlatasiz. Masalan, I have got a flight ticket to 3 o'clock tomorrow. Ertaga soat 3 da men uchib ketish uchun bilet oldim. I am going to fly to England. Men Angliyaga uchib ketmoqchiman, deyapti. Ya'ni bu yerda oldindan aniq rejalashtirilgan. Va ikkinchi ma'nosi to be going to prediction ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni bu yerda prediction taxmin qilish ma'nosini ifodalaydi. Bu yerda 100% aniq taxminni ifodalaydi. Ya'ni osmonga qara, mana look at the black clouds. Qora bulutlarga qara, it's going to rain. Yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi, deyapti. Will esa aniq bo'lmagan taxminlar uchun ishlatiladi. Maybe he will come again. Balki u yana kelar, lekin bu yerda uni kelish yoki kelmasligi aniq emas.